Roman akang yaxshimi, Mirzo akang yaxshimi? Ikkotanim Ali akam yaxshi. Aytishlariga qaraganda Hasanov Romanning dastidan ko'targan ekansiz, chinmi? Avva, meni Hasanov Roman ko'tardi. Boshida shu padishka qildi. Men bir senga so'rab beraman. Sen futbol chiqmasdan oldin nima qilgan eding? Turkiyada ishlagan edim, Turkka borib edim men ham. Kunda ambarda juk ko'tarib, juk tashqich edik. Ilangimdir belim mayib bo'ldi. Ondan so'ng futbol o'ynab ketdim. Birinchi Beşiktaşda o'ynadim. So'ng Barselonaga ketdim. Mana bizning harama dera turaq. Mana shu yerdan ketamiz ovchilarga. O ilang indirib polis bor ekan. Ketdik, avtobusda ketamiz. Jir Roman jir. Zeytinburnu sahilda pagoda jamoatning sovuq ekan, chiqmanglar. O ilang indir nima bo'ldi bizning zonteka? Jumma aka nima bo'ldi sizga betib ariklab qolibsiz Istanbulga kelib? Qayerdir? Tushuntiring. Sen ham hamsha chilimchagib har o'qin yaqin baliqchi chiqqanini ko'ramiz yog'dayingda. Tavba. Baliqchini qo'yinglar, tuklarning beyash sharabini chiqar. Hasanov Romanni taniysanmi, tanimaysanmi sen? Taniymancha tasirmatcha. Meni dunyo go'zal deyishadi, lekin Chorshangi Go'rdakning qizlari kelibdani mendan ham o'tib ketdi. Ular u yoqda chirg'ichida uzun ko'ylak kiyib, beliga kelib jeans shortek kiyib, qashlarini bo'yab, sochini sara bo'yab turibdi. Zeytinburnuda nima bo'lislarga avjilarda ish bor ekan, zo'r ish. Qachon bor. Allab o'zim qoldim Zeytinburnuda. Oshna qo'shiqda chiqqani. Radioni och. Tuzura qo'shiq, tuzurak. Tuzura qo'shiq. Hangi ülkenin elemanları sana bakmasını istiyorsun? Türkmenistan. Qara Türkmenistan'dan aragap kelaman demeydin. Aeroportda o'tkazmay qo'ydi. Ishon menga, ichkarim yo'q, hech kimga berganim yo'q. Aeroportda olib qoldi. Mana senga, mana. Aeroport senga, mana o'zing chiq. Jilamada shu, jilayvermada. Nimaga jilayapsan? Baqiraman hozir, orasida jilab qolasan so'ng. Indamay o'tir, menma?